Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, hurmatli baliqchibozlar, Chinoz baliq kanalining ashaddiy qadrli aziz muxlislari. Bugun 2025-yil 18-oktyabr haftani, demak, xudo shanba kuni akalarim Chinoz baliq bozoriga keldik. Baliq bozori narxi yaqin tanishamiz. Baliq bozori avjida, akalar bozor bo'lyapti. Soat 4:10. 16:10 bo'lyapti mana. Baliq bozori boshlangan. Butun baliqchibozlar baliq yemak xo'randalar shetdan. Akalar juda ham mashina ko'p kelgan mana. Bunlar yo'llarda mana. M39 bitonga yo'li mashina o'tyapti mana. Bu yoq Samarqandga tushyapti akalar. Samarqand, Buxoro, Jizzaxga, Sirdaryo orqali bu yoq Toshkent viloyati, Toshkent shahriga ketadigan tomonimiz. Shunda yonida baliq bozori o'z qaddini tiklab turibdi. Akalar, narxlama yaqin tanlab ketdi birgalikda. Lekin uzoqlar laklab obuna bo'lib qo'yamiz akalar. Obuna bo'lish tekin. Ketdi boshladik. Assalomu alaykum hurmatli akalarim. Mana karas baliq yeyman akalarimizga svejiy katta partiyada yetkazib zapamiz do'konlarga keldi xudo xolasa. Bu necha gramm Nagzapa? Mayda karas. Mayda karas. 10 tasi 1 kg atrofida keladi, plus minusi bilan shirin, o'ta shirin mazza qilgan karas edi. Narxi o'zi qanaqa bo'lsa? 5000 mi? 5000 dan opamiz o'zlari. Bo'ldi. Akalar 5000 bo'ldi bugungi narxi. Bu ko'proq xudo xolasa. Olaman yeyman akalarimizda mana karas zo'rlari akalar. Voy jonivorlar mana. Bugun kelgani hammasi svejiy. Qovuraslar, qasirlatib yedigani sazan, karaslar sazan mana. Charchamanglar, sog' bo'linglar, savdolarni bersin, kuninglar xayrli bo'lsin. Charchamang Nagzapa, bozoringizni bersin. Okalar, bozorga kirib kelamiz, xudo xolasa, baliq bozori boshlangan. Juda ko'p odam mana okalar. Mana yo'q-ku bunda. Ko'rishlar mumkin. Avjida bozor. Assalomu alaykum hormaylar. Talsolo baliqni yiriga. Katta variant, to'g'rimi? Necha kilo? 3 kilo? 3 kilodan tepa. 3 kilo tepas. 37 ming, 36 ming narx bo'lyapti. Ko'proq olsa kelsan joylar bor, to'g'rimi? Maydalari ham bor. 1,5 kilolar. 1,5 kilolar 25 mingdan. 25 ming so'm bugungi narxlar. Tiriklari bor. Tiriklari bor. Akalar tirik sazanlar olaman deganlar mana bularmi? Mana 35 mingdan. kilosi 35 ming dan. Yog'li yoqsiz. Yoqsiz xudo xolasa. Mana bular ham sazanlar qanchadan bo'lyapti? 35 ming kilosi. Bular necha kilolik? 1 kilo 300, 1 kilo. Bugun keltirilgan tiriklar aka 1 kilo 200, 1 kilo 100 chiqadi, to'g'rimi? Akalar qiziqqanlar sazan baliq yeyman degan sazan baliq. Mana sizlardami? Sudaklar. Sudak bor ana tepada 65 ming kattasi. Mana bu kattaroq sudaklari 65 necha kilo ular? 1 kiloliklar. 1 kilo bo'ldi. Demak, baliqni juda ko'p partiya qilingan. Talsolo balig'i bor, sazan balig'i bor, sudak bor, tiriklari mana. Bu maydalar qancha bo'ldi, opa? Maydalari 30 ming, 25 ming kilo. Bular necha kilolik? 800 gram. 1 kilo. Ya kamroq. 30 mingdan kilosi bo'ldi. Charchamanglar, sog' bo'linglar, savdolarni bersin. Assalomu alaykum hurmatli akalar. Baliqning kattasi bu nima? Bu necha kilolik aka bular? 17-20 kilo. 20 kilolik Chinoz baliq bozorida pyostrimi? Cho'rni pyostrlar keldi 20 kilo atrofida. 18 kilo, 17 kilo, 20 kilogacha bor. Bash kattalari keldi xudo xolasa. Narxi qanaqa bo'lyapti? Narxi hozir 75 ming bo'ladi. 75 ming kilosiga qo'yib beraverasizlar. Akalar, xudo nomer adini eng kattasi Shotakam do'konlarida. Chetda o'zlari? Bo'ldi. Qiziqqan ko'kalarimiz uchun pyostrni kattasi olaman deganlarga nomer adinlar uchun bo'ladi. Gap yo'q aka. Aka, bilan to'g'ri tortib beramizmi? Kattasini qo'ying aka mana, aka. Qiziqish uchun akalar, bitta baliqni to'g'ri qo'yamiz akalar mana. Akamizni gap bo'lmasin. Mana baliqimiz mana akalar 16 kilo 950 gram chiqadi. Katta talsolo bo'la. Gap bo'lsin aka. Gap isbot bilan bo'lsin. Necha kilo chiqdi shu? 17 kilo. 16 kilo 950 gram. 5 ming bo'lyapti bittasi. Kilosi 75 ming ekan kilosi. 75 ming. Hammasi. Olasizmi? Ha? Olinadimi? Yo'q, hammasi olindi. Olindimi? Mallardiz akalar. Mana 0. Aka, hammasi ortib ko'ramiz xudo xolasa. Hammasi olindi. Oldingizmi aka? Bir ketdi birinchisi. Xudo xolasa, barakasi bersin ishimizda. Va, akalar baliqni kattaligini qaranglar. Mana shu 8 ham 9 ekana.
9 ta balig'imiz ishga chiqdi. Qiziqqanlar uchun aka mana. Kattaling, qarang bular. To'g'ri, ko'tararmikan? To'g'ri, men aka ikkita bo'lib o'rtam bo'lsam. 4 tasini tortdik akalar. 4 tasi hozir qo'yildi. Qarorga qo'yaylikki. 4 tasini to'g'ri qo'yamiz aka, qiziqqanlar uchun. Yegan uzoqlashmasdan aka 4 tasi akalar Yana qo'yasiz. 71 kilo akalar mana. 800 gram. Yana bittasi qo'ying. Shot aka, assalomu alaykum. Akalar 4-5 tasini qo'ydik. 5 tasi akalar yiriga 91 kilo 37 gram. 91,5 kilo. Gap yo'q aka. Bunaqasi kam bo'ladi akalar. Bir to'g'ri balig'imiz 90 kilo, 91 kilo. Assalomu alaykum, hurmatli svejiy sazanlar keldi akalar mana. Voy jonivorlar. Aka bular 2 tepa, 3 tepa. 3 tepa. Yog'li yoqsiz. O'rtacha yog'i bor. Ta'mi cho'tki. Yegan odam maza qiladi. Hozir bergan ma'lum masha bo'ladi aka. Narxi qanaqa bor? 40 ming so'm. 40 ming so'm. Akalar, narxi 40 mingda dombo baliqlar keldi aka. Qayerga aka bu? Qayer baliq aka? Baliq qayerniki? Bu suv. Bu suv. Akalar 3 kilolik sazanlar bo'ston kelishga 3 kilolik yirik. Hammasi tirik akalar, ya'ni o ko'rasizlar mana. Jonivorlar hammasidan bilyaptilar. O joy ho'si kechiga. Voy jonivor. Akalar xudo xolasa yeb maza qilib keluvchi baliq bozoriga zo'rni tanlab olib ketasizlar. Aka savdolarni bersin, charchamanglar, kuninglar xayrli bo'lsin. Charchamanglar. Lekin hormayli akalar, Afrika laqasi. Afrika laqalari. Tirigi jivoyi kattalar. Katta variant mana. 7 kilogacha, 8 kilogacha. Bu yerda 5 kilo, 6, 7, 8 kilogacha bor. Bugungi narxlar qanaqa bor? 17 ming. Bugungi narxlarimiz xudo xolasa Chinoz baliq bozorida Afrika laqasini yiriga 17 mingdan bo'lyapti. To'g'rimi? Mana katta partiya, hovuzi ham yana bor. Bolalar ajratyapti. Mana bular mayda taraf qanaqa bor do'stim? Maydalari. Bular 15 mingdan. 15 akalar 15 mingdan 17 mingdan baliqlar bor. Bular yumshoq, sveja, chirib pishadigan baliq mashhur bo'ladi. Maza qiladigan baliq xolasanglar, mabodo kelinglar Afrikaga, shashlikka, mana bu xiylarga o'lib qoladi. Aka, aka, charchamanglar, sog' bo'linglar, savdolarni bersa, kuninglar xayrli bo'lsin. Sog' bo'ling do'stim. Bu aka baliqlar. Baxtiyor aka baliqlar qancha bo'ladi do'stim kilosi? 45 ming. 45 ming. Yog'li aka bu. Yo'qsiz. Yog'i bor. Gap, charchamanglar. Ikki dona. Yaxshi zo'r kelibdi lekin qarang, tiniqlari.